Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaluddin Suyuti'ninki Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Ömer İbn Abdülaziz'ninki hayatı münasebetlik mezmunlar sözünü otudu. Bugün bu adamniki didekleriniki yığlaş sebebi hakkında toxtalımız. Sahl ibn Sadaqa degan kishi shundaqdaydi. Ömer ibn Abdülaziz Halif boğa vaqtida uyda bir yığzarib alınıptı şu mezgillerde. Ular onun sebebini soruşaptı. O uydagilar depdiki Ömer özünün dideklerini xalısanglar uyda turunglar, xalısanglar sizlar azat ketinglar depdi. Çünkü onun sebebi men sizlardan meşgul bir iş bilan meşgul bo'lib qoldim. Men sizlarga qarab bo'lolmayman-da. Hozir men kim o'zining ozodligini yaxshi ko'rsa ozod qilib o'tay. Agar mishada xizmat qildim, mish uyda turdim desa, mishada ep qolay. Biroq mening hamda unga qarag'dak so'lam yo'q, vaqtim yo'q dedi. Ömer ibn Abdülaziz'den ümitsiz bo'lib yig'ildi dedi. Endi bu Ömer ibn Abdülaziz'den barlish qiymagan ahvolda bo'lgan bir ahvol bu. Hem ayali Fatima bint Abdülmelik shundaq deydi. Ömer uy kirgan vaqtida Ömer ibn Abdülaziz o'zi shu uyning masjidiga tashlab bilan yig'lab chiqadi deydi. Dua qilib ko'zlari yig'lab shu yashangrab yig'lab ketadi. Ondan ediges yani shu pit uyg'onib har kecha shu qildigan ishi shu kechasi yig'lash, ibodat qilish shu dedi. Endi bu avval nima degan vaqtida shu xilofat mas'uliyatidan bu odam ensiraglik. Yani bu bütün ümmetinin hesabı, mesuliyeti mening gədimga, qiyomat kuni Allah'ın huzurida men ümmetning her biridan hesap berma deb buni bu Xudoning oldida bizi töven bo'lmaslik uchun bu odam işte ko'p tirishchilik beriglik bu jihatda. Valid ibn Abi Said degan olimning deyishda Ömer'dek bak qo'rqadigan odamni ko'rmagan dedi. Yani Xudodan bak qo'rqadigan odamni ko'rmagan dedi. Said ibn Suvayd degan zatning deyishicha Ömer ibn Abdülaziz juma namozida juma o'qirdi kishilarga. Shu uchta bir ko'ynak bakında ko'ynakning oldi yanchiqimi keyin tarafidami yamoq bor. Bir yanchiqda yamoq borda kichik. Bir odam debdi Amirul Mu'minin Alloh taolo sizlarga bergan mol dunyo bor, kelgan bo'lsin degandan bu odam endi bu savolni anglagandan keyin bu odam beshini sangiltib bir oz turib beshini ko'tarib mundoq dedi. Qo'lida bor chaqda iqtisodchan bo'lgan yaxshi, normal bo'lgan yaxshi. Endi kuchi yetgan vaqtida, qudrati yetgan odamning afuqini shu vaqtda afu yaxshi deb shunday degan. Maymun ibn Mihron bu odam shunday dedi. Men Ömerning mundoq deganligini anglagan edim. Agar men ichinglarda, oranglarda 50 yil turib qolsam yana mush 50 yil oraliqda men sizlarda ichinglarda ummatning ichida bir adolatni to'liq mataha joriy qildirib bo'lmagan bo'lsam buning sababi mesela ma'lum bir ishlarni men o'ylaymanda o'ylagandaki men sizlarning qalbinglar bu ishga toqat yetmay qolamdiki biroqlar masalan bir qarorni bersam şu karar mesela eğri kilip bunun taqat yetmek, qabul qilolmaydigan ahvol bo'lib qolamdiki deb ensirayman. Shuning uchun bir dunyolik maqsad va ma'lum bir qarorni birga yuklab qo'yma shu qarorga munosabatli qilib. Endi qalbingni ma tarafni yomoq to'magan bilan lekin ma tarafiga ma'qul bo'lishi mumkin. Yani bu adamniki ma'qul so'z orqali siyosatda no'taylik elastiklik bir aqlona zeki holat yo'l tutayotgan gapda xalqqa dunyoviy manfaatni ko'rsatish orqali bir qarorni chiqarib buning oqisidan bunday bir cho'ng umumiy manfaatlik va Xudoning huzurida bir savob erishkidak ham ajr erishkidak ikkita tarafga ehtimoli bor bir qarorni chiqarish bu odamniki bu siyosatga tutmagan yo'l ekan. İbrahim ibn Meysara shundoq deydi. Men Tavus degan odamga shundoq dedim. Ömer ibn Abdülazizga Mahdi shu juma desam, u odam Mahdi shu deb bo'lib. Bu yerdagi Mahdi hamda rasmiy oxir zamonda paydo bo'lgan Mahdi emas. Ya'ni bu demak so'g'ini Mahdi bu yerda haqiqiy to'g'ri yo'ldagi imom xalifa degan mazmunda. Ya'ni uni bilan emas degani hadis kelgandagi Mahdi uning bilan kamolatga yetmaydi. Chunki adolatning hammasi buning davrida to'liq amalga ish bo'lgan emas.
deb shunaqa degan. Hamda Umar ibn Asid shunaqa deydi, azburay xudo Ömer radıyallahu anhu yani Ömer ibn Abdülaziz ölmegen vaqtlarda, vafat tapmagan vaqtlarda bir adam ki jek mal dunyalarını ekilip mani özüňiz toğra köge ýerge beringlar dep mallarını tapşyratdy da. Bu adam ätse mallarynyň hemmesini bir dagaya tapama elip gitetdi. Çünki Ömer kişilerini şu wagtda bay kılıp etkendeydi. Yani devlet adaletke, padşah adillik bilen süpetlengen wagtda halyk bayaşat erkin turmuşga ega boldu. Endi Juwayriya şunaqdaydı. Biz Ali ibn Abu Talib'nin kızı Fatima'nın huzuruna kirdikde bu ayal Ömer ibn Abdülaziz'ni maqtab mundaq dedi. Yaxşı geplerini qilib, agar bu yana uzun ömür görse biz hech qanday adamga muhtoj bo'lmaymiz degandaydi. Demak bu zat endi şu Ali ibn Abu Talib'ninki Peygamber sallallohu alayhi vasallam'ninki cemaatini mo xilnati yaxshi kuyinib ularga özüňki adil adalet bilen muamele qilganligi chiqib turdi. Nimishqa degan vaqtida bu so'zni bu yerda qisqartirishning sababi Umayyilar davrida Ali ibn Abu Talib'ninki bolalari, avlodlari, nevri-chevarlari ajoyib ig'ir darajada zulm ko'rgan. Hatta Resulullah'nınki qabrisinin atrafında nurgun öyleri var. Resulullah'nın öyleri, mesela ballarının, nevrilerinin öyleri var. Siyasi sebepni bana qilib turib, mesela mescidni kengaytimiz degan sebepni bana qilib turib, öylini hemen chiqib etgan. Peygamberimizning nevrilerinin, chevarlarining öylерinde ko'p zulm uchragan bular. Ata ibn Abi Rabah shunaq deydi, "Manga Ömer ibn Abdülaziz'ning ayoli Fatima bint Abdülmelik so'zlab berib, mundaq deydi. O namaz o'qiyotgan namozxonasiga kiribdi-da bu ayol. Shu vaqtida soqollariga yoshlar tamchigan. Dedim men Amirul Mu'minin biror ish bo'ldimi deb so'rdim deydi. Degandan keyin xalifam podshohim shunaq dedi, Fatima, men Muhammad alayhisolatu vasallamning bir ummatining ishiga mas'ul bo'lib qoldim. Bu ummatning qora tanligimi, qizil tanligimi hammasi bor buning ichida. Men o'ylaymanki, ularning ichida och, yalang'och qolgan kambag'allar bor. Yo'qsiz kasallar bor. Jafoliq turmush kechirayotgan kiyim yo'q odamlar bor. Zulm uchrayotgan mazlumlar bor. Esirga tushib qolgan yot ellardagi g'arib miskinlar bor. Qarg'uchisi yo'q kambag'al qirlar bor. Bola jonliq kambag'al oilalar bor. Bundaq adamlar dünyanın hamma yerda bor. Bu shahar qishloqlarning hamma yerda bular topqili bo'ladi. Men bildimki, Parvardigorim mendan ular haqida, mushular haqida qiyomat kuni chuqum so'raydi deb o'yladim. Shuning bilan bu qiyomatga avvallarni o'ylab, mening ko'rsatlik isbotim yo'q, dalilim yo'q Xudoning huzurida. Ensirab yig'layapman deb shunaq degan deydi. Dumisimu o devirde azırkı İslam dünyası mesela bütün O'rta Osiyo Türk elleri, Parislar, azırkı Pakistan mesela Irak, bütün azırkı Yemişki Arap devleti, Türkiye'nin bir kısmı, Kıbrıs, Maghrib, Marrakeş, Tunis, Endulus, İspanya. Müşahitçi devletlerinin hemmesi müş adamınki kol ilgide, müş adamının başkuruşuda. Tövendik mavzuda meslani dinimga qandaqmı igi mas'ul qilay degan bir mavzu. Bu nim degan gapdi? İmam Avza'i rahmetullohi alayh, bu cho'ng faqihlarning biri. Bu adam shunday deydi. Ömer ibn Abdülaziz o'zi o'tdagan vaqtida atrofida Umayyilarninki kattalari o'tiribdi-da, shahzodalar. Bu adam debdiki, her biringlarni bir askar boshliq qilsam yaxshi ko'ramsizlar, bir shahar boshliqlari qilsam yaxshi ko'ramsizlar. Deganki, ulardan bir qopab qimbaydigan ishing nimishqa bizga deb yurisa, podshohim debdi. Degandikan, Ömer ibn Abdülaziz debdi, "Ma besatimni ko'rdinglarmi o'tdagan? Bu chirib tugaydi, buni bilaman, shundaqmi? Hatta mushu besatimni mehnat putinglardan, mehnat qilib o'tishinglardan ensirayman. Ha, mushaga deksigilim qo'ymayman sizlarni. Qandaqmi men sizlarni dinimga ega qilib qo'yay? Musulmonlarning yuz obro'yiga, ularning haq, huquqi munosabatli ishlarda men sizlarni qandaq xotirjam ega qilib qo'yay? Hayhat lakum.
"Oy, sizlar yo'qsin, hergiz yaqin keltirmayman bu ishga" deb shunaq degan edi. Ular onunğa debdi: "Nimishqa? Sen bizning tuqqunimiz emasmi yoki biz sening tuqquning emasmi? Bizningmi mush ishda haqqimiz yo'qmi?" debdi-da. Degandan Ömer ibn Abdulaziz mundaq debdi: "Bu meselede sizlar bilan eng jiroq bir odam musulmonlardan o'xshash manga nisbatan bu meselede. Lekin endi yiroq qit'ada yashaydigan odam bo'lib qolsa, kilenmeydigan, bunda ishlarga o'zi musharak qilib qatnasholmaydigan bo'lib qolsa, u boshqa." Endi Hamid degan odam shunday deydi, menga Hasan dedi, balkim Hasan al-Basri edi, boshqasi edi balkim. Ömer ibn Abdulazizga xat yozib, bu xatni bir xil ochiq gaplarni qilibdi-da. Ondan yo'qsizlik, kambag'al, masalan, oila tavobatning bog'liqi haqidagi bir mazmunlarni qistirib qo'yibdi borliqda. Shuna bu odamga mol berishga buyurgan dedi. İmam Evza'i deydi, Ömer ibn Abdülaziz bir adamni jazolamoqchi bo'lsa, uni 3 kun so'lab qo'yib, ondan jazolaydi dedi. Nemishqa deganda, dastlabda hamda ochiq kelgan vaqtida bek jazoni qattiq qilib etmay deb bir azsal ochiq pastga tushgan vaqtida ondan jazolaydi dedi. Juwayr ibn Asma shunaq deydi, Ömer ibn Abdülaziz shunaq degan, mening nafsim nihoyat himmatlik, nihoyat bir xil yarisman, ishtiyoqli bir nafslik odamman deydi. Dunyodan bir narsa berilmaydi, menga berilib qolsa, buningdan yaxshi narsaga qalbim yana ishtiyoq bog'lab turdi-da. Dunyoda ma'lum bir xayriyat, yaxshilikqa erishgan vaqtimda, shu erishgan narsamdan yaxshi, qimmatli bir narsaga erishish uchun nafsim davomli ishtiyoq bog'lab turdi deydi. Ya'ni jannatga. Yani cennet oxirgi odamniki ishtiyoq ekanda. Bunda irodalik va himmatlik odamlarda, o'zining nafsini yengalaydigan odamlarda bo'ladigan sifatlar bu. Amr ibn Muhajir yani shunaq deydi, Ömer ibn Abdulazizninki kunligi davlatdan oladigan maoshi 2 dirham. Evet, az pul endi. Bugungi kuni masalan $2 deganga o'xshash. Yusuf ibn Yaqub al-Kahili shunaq deydi, Ömer radhiyallohu anhu da jipliq juv kiyayotganda, masalan jipliq juva, ular azon juv bo'ladi hamda. Tikkan jiplar bilan teshidan ko'rinib turadigan yo'g'on da olmab tikkan juvlarni kiyatdi dedi. Hamda o'ysinki chirog'i, uydagi ishlatadigan chiroqni olsak, u 3 tal qumush ishlatilganda, 3 tal qumush, shu qumushning to'piga hamda bir loy bekitib qo'ygan. Chirog'i mushu ekan, nihoyat oddiy, loyla yasalganda hamda oddiy yog'ochdan. Ata'il Xurasani shunaq deydi, Ömer ibn Abdülaziz o'zining xizmatchisini bir suv isitib berishga buyurdi dedi. U bola berib, umumning oshxonasida bir cho'gin suv isitibdi-da. Shunda Ömer ibn Abdülaziz men bir dirhamni ilib, menga sen o'tan setib oshxona qo'yib qo'y deb buyurgan dedi. Amr ibn Muhajir yani shunaq deydi, Ömer ibn Abdülaziz musulmonlarning hojatga munosabatli kishilarda Shamga qatgan. Musulmonlarning ishlarini tugatib bo'lib, davlatda xizmat qildigan vaqtida, bu ishni tugatib bo'lgan vaqtida uni o'chiritib o'zining chirog'ini yoqatgan, bayatning loy chirog'ini, odatli chirog'ini. Hakim ibn Umar shunaq deydi, xalifaning masalan 300 qo'g'daydigan qo'g'dug'chisi, 300 soqchisi bor dedi. Ömer ibn Abdülaziz hamda shu qo'g'dug'chilarga shunaq dedi. Men Allah'ın taqdiri bo'yicha elib o'tganda mening sizlarga hojitim yo'q. Qo'g'daydigan ejel bor. Lekin hamda o'rtada turishni xohlasanglar 10 dinar beraman. Xohlaganlar o'zi kessin. Deb bularniki maoshini to'vallatgan. Bunimi qisqartgan hamda. Payg'ambarimizga berilgan hadiya bizning zamonimizga kelganda pardor deb shunaq degan. Bu qanday yapdi? Ömer ibn Muhajir shunaq deydi, Ömer ibn Abdülaziz bir olma xalab qopdi-da. Buningga oil tavobatdan biraydan bir tal olma so'qibdi. Shundan bu odam debdi-ki, "Voy, nima degan chiroyli, go'zal, purqi yaxshi, ta'mlik olma bu" debdi-da. "Ey xizmatchi, olmani aka" debdi. O'sha olmani hadiya qilgan paloniga menda salom-da va uningga tovanli gapni qilgan. Hadiyangiz nihoyat go'zal hadiya ekan. Ko'nglimiz shunda xursand bo'ldi bu hadiyadan degan debdi. Shundan bu
Adam depdi hamda. Oy padişahım, bu tağınızın balası tutsa, bu aile tavabatınız içinden bir urug' tuqununuz tutsa, şunun bir narsasini hamda qabul qilmamsiz. Depdi. Bu peygamberimizin hediye yeydiganligini, sovg'atlarni qabul qildiganligini siz bilmamsiz deb shunaq depdi. Degandan bu adam javob berib, "Vay halingga vay. Peygamberimizga berilgan hediye bo'lsa, bugun bizga berilgani pardor, rishvidir" deb shunaq degan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.